Hamma pullar buxgalteri qo'lida. Matematikadan zo'r bo'lmagan insonlar ham yaxshi o'rganishadi. 3000 dan ortiq shogirdlarimiz bor. Mashinang bo'ladi, ishing bo'ladi, xodimlaring bo'ladi, kompaniyalaring bo'ladi deysa, men ishonmasdim o'sha paytda. Usluga ko'rsatib berardim. $100 dan olsangiz ham, masalan, $1,500 siz pul topib o'tirasiz. Meni ham shogirdlikka olasizmi? Havas qilaman. Eng kami 2-3 oy, eng ko'pi bilan 6 oy. Chin yurakdan aytaman, juda ham saxiy loyiha ekan. Depalmi nimadir degani chiqibdi, xuddi o'shanaqa, o'sha yaxshisi ekan, o'sha mashinani sovg'a qildi. Assalomu alaykum azizlarim. Yana sizlar bilan uchrashib turganimdan men nihoyat xursandman. Bugungi mehmonimiz naqd 5 farzandni sevimli, mehribon, latofatli onajonisi Sevara Muhammedova. Sevaraxon tanishganimdan xursandman. Mashalloh, 5 ta farzandi. Ilohim har bir farzandlaringizni rohatini ko'ring. Rahmat. Ham oila, ham farzandlarning tarbiyasi, xo'jayiningizga baribir ham ularga qarash, qaynona qaynotalaringiz ham bordir. Endi umuman olganda o'zbek xalqi juda ham mehmondo'st, katta oilani o'zini zimmasiga olgan mehnatkash uy bekalari. Lekin shunga qaramasdan siz oliy ma'lumotli, bilishimcha buxgalter, ya'ni bosh iqtisodchi, hisobchisiz, shunaqa deyiladi o'zbek tilida. Главный бухгалтер deyiladi. Главный buxgalter azizlarim. Hamma pullar buxgalteri qo'lida. Bizning teatrimizda ham buxgalterlarning soni taxminan 4 ta 5 ta. Ularni har birimiz shunaqa yaxshi ko'rardikki, chunki ularning qo'lidan oylikni intizorlik bilan kutardik. Boringlarga shukr. Rahmat. Qo'y yilman, qanaqa qilib eplayapsiz? Harakat qilyapmiz. Harakat qilyapmiz. Avvalambor niyat, maqsad bilan boshlaganmiz. Boshqa insonlarga ta'lim berish bizga yana ham kuch bag'ishlaydi. O'shaning uchun harakat qilyapmiz shu narsalarga. Mana qarang, xabarim bor. Biroz siz haqingizda menga yetib keldi ma'lumotnomalar. 15 yil davomida mana shu bosh iqtisodchi ekansiz. Bizda o'zi qanaqa bo'lgan, buxgalteriyaga kirib kelishim, onam buxgalter bo'lganlar. Yoshligimdan buxgalterlarni ko'rib katta bo'lganman. Turmushga chiqqanimdan keyin voqli turmushga chiqqanman-da. O'sha voqli turmushga chiqqanimdan keyin, farzandli bo'lganimdan keyin o'sha zerikasiz, nimadir ish qilishingiz kerak, nimadir boshlashingiz kerak. Buxgalteriyadan boshqa ishni bilmaganman, chunki faqat oldimda buxgalterlar bo'lgan. Rostini ayting, uylarda mana bunaqa счет bo'larmidi? Bo'lardi. Onamlar ishdan olib kelardilar, katta daftarlarni bunaqasiga ochardilar, bunaqasiga hisob kitob qilardilar, счетlar bo'lardi, ko'tarib yurardilar, katta narsalarni-da. O'sha narsalarni ko'rganman, shunaqa qilib katta bo'lganmiz va birinchi ishlashim kerak deganda xayolimga faqat buxgalteriya kelgan. Maktabda qanaqa o'qigansiz? Maktabda yaxshi o'qiganman. Chunki meni xayolimda shu hisobchi bo'lishligi uchun albatta matematika fanidan zo'r bo'lish kerak degan fikr qilardim. Yo'q, lekin mana hozir o'qitamiz, matematikadan zo'r bo'lmagan insonlar ham yaxshi o'rganishadi. Mana. Bejiz bu savolni berganim yo'q, chunki hozir bizlarni kuzatib turgan tomoshabinlarimiz, muxlislarimiz balki matematikadan biroz unaqa zo'r yutuqlarga ega bo'lmagan, lekin aynan mana shu buxgalter kasbini tanlamoqchi bo'lib turgan bo'lsa, lekin buxgalter kasbiga masalan ko'pincha aytishadi, rus tilini zo'r bilishim kerak, matematikani zo'r bilishim kerak deyishadi. Aslida unaqa emas. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim IQ, ya'ni fikrlash deydimi, nima deydi buni, logika deydimi? Inson harakat qilsa, shuni o'rganib olib keta oladi. Hech qanaqa diplomsiz ham ishlashingiz mumkin. Masalan, men Milliy universitet bitirganman. Bakalavr, magistratura, doktoranturagacha 10 yil o'qidim. Shu yerda hozir o'zim shu yerda dars beraman Milliy universitetda. Lekin diplomlarim hali olmaganman. Universitetda turadi. Qoyilman. Mendan hech kim diplom so'ramaydi, chunki hammaga tajriba, malakali mutaxassis kerak. Men shuni qilib bera olasanmi, men bu firmani, men bu kompaniyani yoki men bunaqa muammo bor, shuni hal qilish kerak deganda diplom rol o'ynamaydi-da.
sizni tajribangiz rol o'ynaydi, ustozlaringiz rol o'ynaydi. Mana shuni endi aytmoqchi edim. Baribir ham tabiiy hol ustozlardan saboq olgan bo'lsangiz kerakdir-da. Albatta. Ustozlar siz bo'lmaydi. Masalan, budjet korxonasiga kirgunimgacha onamlar, keyin kenayimlar bo'lardi. Shulardan o'rganib kirganman-da. Budjetdan chiqib futbol federatsiyasiga ishga o'tganman. Ish o'rganishga borayotganimda ham u yoqda ham ustozim bo'lganlar. Zarofat opa degan ustozimlar. Mirabror Usmonov главный buxgalter, juda katta kuchli buxgalter bo'lganlar. Mana ular ham o'rgatganlar menga. Keyin частныйlarni-da. Mana hozirgacha shu yerda birga ishlaymiz. Men futbolda ishlayman o'zi. Bilaman. Menga informatsiyalar yetib keldi kecha. Yaxshi, mana shu narsa bor. Gapiring. Keyin ustozimlar mana hozir 68 ga chiqdilar, lekin haligacha buxgalter bo'lib ishlaydilar. Mana shunisiga bilasizmi, men qoyil qolaman. 70 yoshlarli buxgalter ham bemalol uyda o'tirib olib, ko'zi nuri ketgan bo'lsa, lekin aql but, ko'zoynakni taqib olib, kompyuterdami yoki o'sha o'zini jihozidan foydalanib ishlashyapti. Shunaqa va yaxshi oylik olishadi. Demak, buxgalterlar hech qachon nafaqaga chiqmaydi. Qonuniy chiqadi-yu, lekin ishini bemalol davom ettirish mumkin. Masalan, mana qolsalar 20 yil deylik o'sha stajga ega bo'lgandan keyin ular nafaqaga chiqadi. Ko'pchiliklari yoki ustozlik qiladi, yoki to'garaklar ochadi va hokazo. Endi meni yo'nalishimda ham masalan alhamdulillah biz ulg'aygan sari onalar, mana hozir shu yoshimda onalarni ijro etaman. Allohim yetkazsalar bu jonlarni kelajakda o'ynashi mumkin. Har holda rahmat. Har holda nonim bor. Lekin boshqa afsuski kasblarda o'zini qanaqadir muddati bor-da, bilasizmi? Nafaqaga chiqqandan keyin kechirasiz bizga endi yoshlarga joy bo'shata qoling, mayli keta qoling deganlar ko'p, yo'q emas. Lekin bizni kasbimizga taalluqli yana bir nechta juda ko'p kasb egalari bor. Nafaqaga chiqib ham bemalol ishlayveradi. Lekin aynan buxgalterlar, aytganimdek juda ko'p buxgalterlarni ko'rganman. Uyda o'tirib ham bemalol ishlashadi. Masalan, mana onamlar ham hozir pensiyaga chiqqanlar, 62 yoshlar, lekin haligacha mana buxgalter bo'lib ishlaydi. Men ko'p aytaman. Onamlar bitta joyda 25 yil bitta lavozimda haligacha ishlaydilar. Mashallah. Na главный buxgalter bo'lganlar, na pastga tushganlar. Faqat materialniy buxgalter bo'lib, bitta joyda, bitta lavozimda ishlaydilar. Qarang, misol uchun, lekin menda shunaqa bor, mana qayerdan ulgurasiz deyapsiz-ku, odamlar tadbirkorlar, kichkinaligimizdan odam tadbirkorlik qilganlar, taxta biznesi bilan shug'ullanganlar, juda katta tadbirkor bo'lishgan 90-yillarda juda katta summalar bo'lardi-da. Onamlar buxgalterlar. Men ko'pincha aytaman, ikki xil insonman deyman. Ham buxgaltercha fikrlayman, ham tadbirkorcha fikrlayman. Juda zo'r bu narsa. Ikkitasi parallel ravishda. Mana qarang. Endi siz bilan hozir gaplashdik, soatlab gaplashishimiz mumkin. Lekin aynan hozir bizni kuzatib o'tirgan tomoshabinlarimiz aytadi, mayli, ham 5 farzandi onasi, oliy ma'lumotli, ham mana shuncha davlatiy korxonalarda, xususiy korxonalarda qolaversa hozir bilishimcha 3 ta yana xususiy firmalar bor. 3 ta filialimiz bor. 3 ta filial bor. O'qitamiz buxgalterlarni va xizmat ko'rsatamiz, konsalting, outsource qilamiz firmalarga. Kompaniyalarga biz buxgalteriya xizmatlarini ko'rsatib beramiz. Ham buxgalter, ham tadbirkor, ham rostini ayting, biznes woman-da ham siz ustozlik qilasiz. Ustozlik qildim. Mashallah. O'qitdim insonlarni. Shu ana azlarim bemalol kim agar mana shu kasbni tanlamoqchi bo'lsa, ya'ni buxgalter, agar mabodo matematikadan 3 baho olgan bo'lsangiz, hech ham tushkunlikka tushmang. Ochig'ini aytaman, menda masalan matematikada biroz problemalar bo'lgan. Zo'ri to'g'ri olardim. Nimagadir shu boshlang'ich narsasini ushlay olmaganman, lekin bozorda hisob kitobim zo'r bo'lgan. Chunki onam savdo xodimi bo'lgan. 96 yoshga kirib ham matematически mendan zo'r hisob qilardilar. Mashallah derdim. Va mana shu boshida gapirib o'tgandek tarozlarni ham uyimda ko'rganman. Bari miya qarisa ham lekin zo'r ishlayotgan soatga o'xshab hisob kitobda. Lekin mana qarang, siz hozir ham boshqa yo'nalishga chopasiz, ham oila, ham eng kerakligi
biznes woman'da ustozlik qilasiz. Qo'l ostingizda nechta talabalar bor bugungi kunda? Biza jamoada o'zi 25 ta xodimim bor. Lekin 3000 dan ortiq shogirdlarimiz bor. Buxgalter bizni noldan ham o'rgatamiz va undan tashqari ishlab yurgan buxgalterlarning ham malakasini oshiramiz. Ya'ni bir xil payt shunaqa bo'ladi, o'zimdan ko'proq ishlagan insonlarga dars beraman. Ya'ni malaka oshirishga kelishadi u insonlarda. Shanba yakshanba asosan malaka oshirish bilan shug'ullanaman. Hafta davomida shu kompaniyalarga xizmat ko'rsatamiz va o'sha shogirdlar kelishadi bizdan o'rganishga. Chunki bizani ustoz deb tanlashgan. Hamma konsaltingda ham ish jarayoni bo'laveradi, lekin hamma ham ishini o'rgatmaydi. Deyman, tushuntirib berish qobiliyati hammada ham yo'q, o'sha nima qilinayotganini. Shuning uchun 3000 dan oshib qoldi shogirdlarimiz. Maşallah, juda zo'r. Endi men bilaman, bosh hisobchilarni maoshi zo'r. Bizni teatrimizda ham biznikilarda maoshi ancha yuqori darajada edi. Vaqti kelsa bizni biroz xafa ham bo'lib olardik-ya. Tomoshabinning oldida ter to'kib, ko'z yosh to'kayotgan bizni-yu, ularni maoshi zo'r deb havas qilardik, hasad emas. Bilamiz. Alhamdulillah, halol mehnatingiz orqali mablag'ingiz ham yaxshi. Keling, endi boshida aytgandek samimiy gaplashaylik deb. Mana shu kasbingiz orqali, ayniqsa oxirgi yillarda va mana hozir Business Woman loyihasida ustozlik qilyapsiz. Daromad qanaqa kelyapti? Daromadim alhamdulillah yaxshi. Men ko'pincha aytaman, mana shu soha orqali men tanildim deyman. Chunki YouTube, Instagramda ham darslarim bor. Insonlar meni ustoz deb tanlashgan. Shu soha orqali moddiy tomonlarim ham juda ham yaxshi tomonga o'zgargan. Chunki olayotgan daromadimni masalan 3-4 yildan beri men o'sha investorman, pul o'sha tikib qo'yganmiz, investorlik qilganmiz. O'tdan men doimiy foyda olaman. O'zimda olib qarasa, hozir ishlamasam ham meni hamma xarajatlarim yoki orzu havaslarimga yetadigan mablag'im bor. Lekin o'sha o'zingizga qo'ygan maqsadlar yoki shogirdlarni nimasi sizga turtki bo'laveradi. O'zi mana buxgalterlar qanaqa pul topishadi? Misol uchun eng boshida boshlagan buxgalter 3-4 million pul topadi oylik. Bitta joyda ishlasa 3-4 million oylik topadi. Lekin bir vaqtda 3-4 ta joylarda ham ishlashadi. Mumkin. Masalan, men o'zim o'sha paytlarda futbolda ishlayman. Asosiy ish joyim futbol. 15 ga yaqin korxonam bo'lgan. Misol uchun Hoffman kompaniyalarining buxgalteriman. Katta kompaniya. Ha, hozir masalan juda katta brendlarni ham qilamiz, qurilishlarimiz bor. Lekin o'sha paytda men 15 tacha firmam bo'lgan. Ularga bormasdim, usluga ko'rsatib berardim. $100 dan olsangiz ham masalan $1,500 siz pul topib o'tirasiz. Qo'shimcha daromad. Milliyda dars beraman, o'qituvchiman, u yoqdan oylik olaman, shanba yakshanba shogirdlarni o'qitaman. Ya'ni o'qitishga ham ular pul to'lab kelishadi. Bu ham sizga daromadda. Masalan, ko'pchilik buxgalterlar sekin-sekin chiqishadi, 3-4 million ko'payadi. Glavniy buxgalterlar hozir sirmas $2000-3000 pul topishadi. Bitta joyda o'tirib ishlasa ham, bitta kattaroq kompaniyada o'tirib ishlasa ham, lekin buni o'ziga yarasha baribir mas'uliyati bor. Chunki kompaniyada pul aylanganda o'sha har xil hujjatlar bo'ladi, boshqa bo'ladi. Tadbirkor bilan bir nafasda glavniy buxgalter ham javob beradi baribir bu narsalarga. Lekin o'sha bunga yarasha yaxshi haq olishadi. Agar buxgalter masalan o'qib, o'rganib, o'sha o'sib, keyin uni bilimini boshqalarga berish orqali ham, ya'ni daromad qilishi mumkin. Ya'ni to'xtab qolmaydi demoqchiman-da. Misol uchun mana bizani o'quv markazi bor, o'qitamiz, lekin bizga ham daromad keladi baribir. Bitta savol. Sevaraxon, masalan, hozir bizani kuzatib turgan deylik, muxlislarimiz, qiz farzandlarimiz, kelinlarimiz uyda o'tirib, balki kimdir erta turmushga chiqqazib yuborgan, oilaga tushgan, bir ikkita farzandli bo'lgan, lekin hali deyarli qo'lida hunari yo'q. Lekin tabiiy hol o'zini mehnati orqali daromad topmoqchi. Masalan, hozir sizlarga murojaat qilib, ya'ni gapirib o'tdingiz, noldan boshlab to bir qisman daromad olib kelguniga qadar qancha vaqt kerak?
eng kamida bu 2-3 oy talab qiladi. Chunki o'shani o'rganib, boshlang'ich bilimini boshlab olishga, o'sha buxgalteriyaga kirib olishga, lekin 2-3 oy o'rgandi degani bu zo'r buxgalter bo'lib qoldi, zo'r pul topdi. Yo'q, tabiiy hol. Endi hammasi asta-sekinlik bilan. Eng kami 2-3 oy, eng ko'pi bilan 6 oy. 6 oyda o'rganib, sekin. Chunki hozir tadbirkorlik juda ham ko'p. Masalan, mana hozir kichkina bizneslar, magazinlar, uslugalar ko'pchilik tadbirkorlik qilyapti. Bir nafasda ishlab turib ham, masalan, davlat korxonasida ishlab turib ham, kimdir uzumda savdo qilyapti, kimdir onlayn, Telegramda masalan kiyim-kechak bilan shug'ullanyapti. Ana shu hozir aynan butun kuzatuvchilarimiz aynan mana shu yo'nalish qiziqtiryapti-da. Uyda o'tirib olib, gapirib o'tganingizdek, o'zim marketga tovarini joylashishi mumkin, masalan, yoki onlayn orqali Turkiya, Xitoy, Amerikadan tovari olib kelish kerak. Bu hamma narsa hisob-kitobga. Hisob-kitobda. U firma ochish kerak baribir. O'zbekistonda qilayotgandan keyin yoki yatida yoki firma ochish kerak-da. Shunda baribir buxgalter kerak bo'ladi o'shanga. Yoki o'zi o'rganish kerak. Bu ayollar, unaqa qiyin narsa emas. Yoki buxgalter yollashadi. O'shanda hammaga baribir buxgalter kerak. Bir vaqtda o'zida yon atrofiga buxgalterman deb e'lon qilganda ham unga klientlar chiqishni boshlaydi va u qo'shimcha daromad qila oladi. Ya'ni men ko'pchilik aytaman-da, men ham uyda o'tirgan, qo'lidan hech narsa kelmaydigan ayol edim. Sekin-sekin harakat qilganim sari etap bilan o'tib shu etapga keldim. Ya'ni bir paytlar agar sen 10 yildan keyin yoki 5 yildan keyin mana shunaqa bo'lasan, mashinang bo'ladi, ishing bo'ladi, xodimlaring bo'ladi, kompaniyalaring bo'ladi deysa, men ishonmasdim o'sha paytda. Chunki o'sha men ham qo'rqganman, qo'limdan hech narsa, pulim bo'lmagan, misol uchun ishim bo'lmagan. Sekin-sekin harakat qilib, ustozlar bilan bilim olib shu etaplarga keldim. Demak, qarang, mana ajab emas, hozir dasturimizda nima ko'p, hammani qo'lida mana shu telefon bor. Kuzatib, xulosa qilib, men ham aynan mana shu kasb egasi bo'laman, aynan mana shu Business Woman loyihasiga kirib o'qishga kiraman. Mayli, bir pasda 6 oy o'tadi. To'ppa-to'g'ri. Mayli, asta-sekinlik bilan shogirdga tushadi. Ustozi qo'lidan saboq olib 2 yildan keyin aminman. O'zinglarning mablag'inglar bo'ladi, halol rizqinglar bo'ladi. Lekin mana qarang, mana shu 15 yil davomida bir qarang, eslaylik. Lekin bunaqa narsalar odam xotirasidan hech qachon o'chirilmaydi. Xato qilganmisiz? Qilganman. Ko'p bo'lgan xatolar. Lekin deylik, bu xatolarni ichida har birimiz qilamiz. Mana har bir kasbi egalari, vakillari. Lekin shunaqa xato bo'ladiki, lekin mana shu xotiringizda, qalbingizda bir sizga saboq bo'lib, dars bo'lib qolgan bir narsa qilaman desangiz, "Yo, sevarim, men bir paytda bunaqa xatoga qo'l urganman" degan narsa bo'lib o'tganmi? Eng oxirgisi farzandlarim dunyoga kelishidan oldin, men egizaklarim bor-da, eng kichkina farzandlarim. Katta o'rtada masofa bor ekan-mi? Katta farzandim 19 yosh. Universitetda o'qiydi, maşallah. Eng kichkinalarim bular egizaklar, ikkita qizim bor, ular 1,5 yosh. Shu qizlarimga homiladorlik paytimda, o'sha tug'adigan paytlarim kelganda, men shogirdimga yordam berganman. U unaqa to'g'ri firma bo'lmagan, o'sha xatolarni men qilib qo'yganman. Masalan, qaysi xato qilganman, unga yordam beraman deb, uni как будто hamma ishini yordam beraman deb, uni xatolari menga o'tib qolgan. O'sha yerda men katta xato qilganman, ya'ni lekin demoqchisizki, nazoratga olmay ko'rmasdan. Yo'q, nazoratga olganman. Mana u xatoni qanaqa qilgan? Firmani ishlagan, lekin ishni yaxshi bilmaganda, katta firmada katta xatolar qilganda, mendan yordam so'ragan. Men u firmaga kirib yordam berayotganimda, o'sha uni firmani ahvoli og'riydi, o'sha nalogga chiqib ketgan, boshqa bo'lib ketgan. Keyin o'sha hamma xatolar menga o'tib qolishni boshlagan. Ya'ni men kelishuvni ham noto'g'ri qilganman. Shuning uchun ko'pchilikga aytaman-da, baribir boshda ish boshlayotganda, kimdir bilan kelishayotganda kelishuvni to'g'ri qilish kerak. Mana shuni albatta azizlarim inobatga olinglar. Bu juda ham muhim narsa ekan. Mana shu kasb tanlagan
shaxsligi. Ya'ni buxgalteriya sohasida mas'uliyat bor-da. Masalan, mas'uliyat qanaqa mas'uliyat? Mana shu kompaniyani oldingizmi, hisob kitobini siz vaqtida qarab turishingiz kerak. Ya'ni pul yomon narsa, pul bilan bog'liq munosabatlar juda og'ir bo'ladi. Ayniqsa kompaniyalar katta оборот qiladigan bo'lsa, yoki brendi bor, mana bu import chetdan olib kirib keladigan kompaniyalarda ahvol hisob kitob har kunlik chotki bo'lmasa, ya'ni o'z vaqtida bo'lmasa, sizda muammolar ko'payadi. Bu biznes egasiga, biznesga ta'sir qiladi. Bu yerda buxgalter aybdor bo'lib qoladi. O'shaning uchun ko'pchilik aytadi, nima desam ekan, arzon buxgalter, bu qimmat buxgalter deyishadi-da. Ya'ni To'xtab turing, arzon buxgalter, bu qimmat. Tushundinglarmi sizlar? O'ris tilida bitta gap bor, skupoy platit дважды degani. Xuddi shunaqa. Ya'ni tajribasi yo'q yoki bilmaydigan buxgalter katta firmalarni yoki hisob kitoblarni oladi-da, o'tda katta xatoliklar qilib, juda katta og'ir ahvol kelgandan keyin tashlab ketaveradi. Keyin firmani egasi keyin boshqa buxgalter qidiradi, lekin buxgalterga nisbatan unda stress bo'ladi yoki hamma buxgalterlar yaxshi emas, hamma buxgalterlar mana shunaqa deb o'ylaydi. O'shaning uchun xatolar juda ham ko'p bo'ladi. Masalan, boshida boshlaganlarimda pul o'tkazganimda, misol uchun 3000 so'm o'tkazaman deb 3 million o'tkazib yuborgan holatlarim bo'lgan. O'sha u holat menga har doim platoshkani o'sha pul o'tkazayotgan tekshirib o'tkazishi nima qilgan. Men misol uchun futbolda ko'p ishlaganman. Futbolda bir vaqt o'zida qarindoshlar, masalan, Seraziddinovlar 3 ta 4 ta avlod ishlashadi. Bir-birini puli bir-biriga o'tib ketish kerak emas bo'lgan. Familiyadosh. Butun respublikaga pul o'tkazardik. Agar respublikaga noto'g'ri pul o'tkazib qo'ysangiz, u pulni qaytarib ola olmaysiz. Uning uchun keyin siz yoningizdan to'g'rilashingizga to'g'ri keladi. Umuman olganda mana shu kasbni tanlaganda nihoyatda e'tibor va ogohlikka chorlaydigan kasb. Ya'ni bizni bugun spektakl ozgina deylik ilhom parilari kelmadi. Hammasini so'zlarimizni donalab aytdik-ku, lekin o'sha zo'r, kerakli natija tomoshabinlarga yetkazib bermadik. Lekin tomoshabin u narsani sezmasligi mumkin. Lekin sizlardagi shaxs, ya'ni buxgalter xatoga umuman qo'l urishi mumkin emas. Aytganingizdek, bitta nol va juda katta antar-tontar ko'radigan holatga juda og'ir ahvollarga olib kelib qo'yishi mumkin. Masalan, bitta buxgalter bitta joyini ko'rmay qolsa, masalan, bo'ldi, o'sha kompaniyani holati o'sha yaxshi emas. O'shaning uchun e'tiborli bo'lish kerak. Misol uchun bir vaqtda o'zida bir nechta kompaniyada ishlash mumkin, lekin e'tiborli bo'lish kerak. Tezkorlik talab qilinadi. Hozir hamma narsa onlayn. Hozir mana eslayman-da, boshida o'zim qanaqa ishlagan paytlarim, trolleybusda, tramvayda bankka borardik, nalogga borardik, o'chirib turardik. Hozir hammasi onlayn. Kompyuteringiz bo'lsa, internetingiz bo'lsa bo'ldi. O'tirgan joyingizda onlayn pul o'tkazasiz, onlayn отчет topshirasiz, hattoki firmani ham onlayn ochib olamiz. Hech qayerga bormaysiz, firma egasi ham yugurib yurmaydi, hamma narsasini onlayn qilib beramiz. Hozir zo'r zamon. Masalan, kim o'rgansa, kim bu sohaga kirsa, kim daromad qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, YouTube'da ham darslarim bor, bepul darslarim bor-da. YouTube'da o'rganib ham ish boshlash mumkin. Zo'r narsa deyman, masalan, ham agar endi shunaqa oilalar bor, balki rashkchan yo'q, boshida va'dalar berib kelin tushirib oladigan qaynanalar bor. Yo'q, endi kelin uyda o'tirasiz. Mani xizmatimni qilasiz, bolalarga qaraysiz deydi. Lekin shu qizda bilimi bor, tirishqonligi bor, qobiliyati bor. O'sha deylik moddiy tarafdan u ham halol mehnat orqali rizqini uydagi byudjetga olib kirmoqchi bo'lgan milliardlab kelinlarimiz bor, ayollarimiz bor. Lekin mana hozir suhbatimizni eshitib, hamma narsa onlayn, bemalol aytgandek, siz oldin barcha deylik tramvay, avtobusga o'tirib 1 soat borish, 1 soat qaytish, qancha vaqt ketib qolardi. Bu yerda bo'lsa bemalol uydagi ro'zg'orga ham qarash mumkin, qaynana xizmatini ham qilish mumkin va har kuni deylik o'rtalig'ida 3-4 soat, kechqurun 2-3 soat va o'zini halol daromadi bo'ladi. Bor. O'zini kasbi bo'ladi. O'zi uchun harakat qilishni boshlaydi. Misol uchun men ko'p aytaman, meni ikkita katta o'g'il bola, farzandlarim. Shu farzandlarim yonimda yurib,
o'sha o'rganishgan, ko'rishgan. Qayerda ishlagan bo'lsam, o'sha o'g'limni hamma taniydi. O'g'lim ham hammani taniydi. Ya'ni buxgalter bo'lganim uchun qayerdadir masalan bolalarim kasal bo'lib qoladimi, men bilan bolalar birga yuraveradi. Bolalar ham uyda qolib ketmaydi, xarobsiz qolmaydi. Lekin mana shu farzandlarimga bu narsalar dars bo'lgan, o'rnak bo'lgan, kuch bo'lgan. Katta farzandim 13 yoshda boshlagan. Mana shu SMM targetlarni o'rganib, yonimda yurib, meni YouTube, Instagramga u olib chiqqan, lekin u ko'rgan, men uchrashuvga boraman, men ishga boraman, men qayergadir boraman, men bilan birga bo'ladi. Men uni tashlab qo'yib, maktabdan olaman, ketamiz. Universitetda birga o'qiganmiz, u maktabga chiqqan, men universitetga o'qishga kirganman, kechroq kirganman. Va nima demoqchiman, ayollar ishlasa, ayniqsa o'g'il farzandlariga u ishonch, dug', kelajak yaratishni boshlaydi. Chunki o'g'il farzandlar onadan o'rganadi. Baribir onaga nisbatan bo'ladi. Qizlar sal boshqacharoq, mayli onadan ham o'rganishi mumkin, lekin o'g'il farzandlarda bu ishonchi, dug'i onada. Masalan, mana sizni ham o'g'lingiz qanaqa inson, to'g'rimi? U sizni qobiliyatlaringiz sizdan kelib chiqib turib, yana sizni kelajagingizni davom ettiradi. O'sha ishonchi, o'sha mehrni faqat onadan oladi. Siz ishingizga bergan mana mehringizni, muhabbatingiz mana o'g'lingizga ham shu narsani uyg'otganda, o'shaning uchun men ko'pincha aytamanki, ayollarga baribir o'zini qaysidir ma'noda kichkinagina bo'lsa ham, yo sohasi, yo ishi bo'lishi kerak. Farzandlari uchun bo'lsa ham. Sevaraxon, mana qarang, qo'l ostingizda Business Woman loyihasida ish olib borayotgan jarayonda 3000 tadan oshiq shogirdlarni hozirgi kunda siz ularga bilim berib va ular kimdir hozir juda ham ko'p korxonalarda, davlat korxonalarida bo'ladimi yoki xususiy firmalarda bo'ladimi ishini olib boryapti. Qaysi deylik shogirdlaringizni tilga ola olishingiz mumkin? Haqiqatdan ham deylik qaysidir 6 oy ichidan yoki undan keyin albatta tajribaga ega bo'lib sizdan bilim olib va balki 2 yil, balki 4 yil ichida zo'r natija olib kelayotganlar bormi? Eng birinchilardan, bu kattalardan boshlayman. Masalan, birinchisi bu Lobar. Lobar hozir men bilan ishlaydi, o'zim bilan ishlaydi. Outsource kompaniyamizdagi bosh buxgalter bo'lib qaraydi. U men aytaman, oddiy ishda ishlagan, даже kompyuterni ham bilmasdi meni yonimga kelganda, kursda o'qitib, keyin yonimda qolib, men bilan birga hozir shu 150 ta korxonaga o'zi qaraydi. Qanaqa vaqt ichida bu yutuqlar? 2 yilda bo'ldi. Mashalloh. 2 yilda noldan boshlab. Noldan boshlab. Demak, agar siz hozirdan boslasanglar, Business Woman loyihasiga murojaat qilsanglar, 26-28-yilda ajab emas, sizlarda ham ma'lum balki 20 ta, balki 10 ta o'sha borargan bizning tilimizda tochkalar, o'sha firmalar, kompaniyalar va hokazo. Qancha daromad qilishadi, ha? Eng arzoni hozir ishlamayotgan firmalar ham $100 oylik beradi. Ya'ni 1 million, 1,5 million oylik berishadi eng kamida. Ularda unaqa ko'p ish bo'lmaydi. Bir oyda vaqtingiz ketsa, bir 2-3 soat vaqtingiz ketishi mumkin, umumiy hisoblagan. Meni ham shogirdlikka olasizmi? Havas qilaman. Zo'r kasb. Chunki meni ham jiyanim aynan mana shu bosh hisobchi, alhamdulillah shu orqali juda ham chiroyli mablag'larni hozir uyini byudjetiga olib kiryapti va men xursandman. Da, lekin juda ham zo'r kasb bu. Undan tashqari mana Gulnoza degan shogirdim bor. Va shu endi u katta zavodda главный buxgalteri, keyin yana juda ham necha yilda yutuq bu qizimizda? Bu qiz o'zi buxgalter bo'lib ishlagan bo'lgan, faqat mohiyat yaxshi bilmayotgani uchun menga kelib malaka oshirgan. Va malaka oshirgandan keyin mana 2 yildan beri juda katta summaga ishlaydi. Oyligi juda katta. Men uni ko'pchilik taniydi. Misol uchun, keyin yana bitta naqa bor, shogirdlarim orasida uje xuddi o'zimga o'xshab konsalting qilib yaxshi daromad qilayotgan shogirdlar juda ham ko'paygan. Sevaraxon, rostini ayting. Mana masalan, sizni qo'l ostingizda o'qiyotgan talabalar ichida xohishi bor, lekin Alloh bermagan. Yo'q, bundan chiqmaydi. Lekin oysini, adasini turk bilan yo borasan, yo o'qiysan, yo sen buxgalter bo'lasan deganlar bormi? Bor.
bunaqalar bo'ladi. Masalan, 100% deb oladigan bo'lsa, 20% shunaqa insonlar bo'ladi. Majburlikdan yoki otasini vasiyati bilan, adam shuni xohlagan, onam shuni xohlagan deb keladiganlar bo'ladi, lekin ular ham daromadga kirishgan. Masalan, men aytaman-da, Allohning fazli bu, o'zi xohlamasa ham juda ham zo'r daromad qilishadi. Masalan, meni ustozimda o'sha Zarofat opam aytadilar, men buxgalter bo'lishni xohlamaganman. Men medik bo'lishni xohlaganman, lekin shu anaqaga majbur bo'lganman buxgalterligi. Lekin juda katta oylik daromad qiladilar ular ham. Buxgalteriya sohasidan masalan juda ko'p ishlarni amalga oshirganlar shu etapdan-da. Qarang, mana bunaqa narsa bo'lar ekan, xohlamasa ham lekin o'rganib, muhit bor-ku, mana ustozlar yoki yon atrof, bo'l bitta buxgalteriyaga kirdingizmi, bitta firmangiz ikkita bo'ladi, o'zi avtomat ko'payib ketib qoladi. Menda ham mana shunaqa bo'lib qoldi. Men ko'pchilikga aytaman, qaranglar, 15 ta edi, shuncha odam shogirdlarni o'qitdim, o'rgatdim, jamoa ko'payib ketdi, 25 ta xodimimiz biz hozir 150 ta korxona bo'ldik. Qanaqa ko'paydi? Masalan, bir xil bilim bermaydi-da, meni firmalarim kamayib qoladi, salla olasanlar deb o'ylaydi-da. Bizda men aksincha aytaman, qancha ko'p o'qitganimiz sari bizga Alloh yana rizq berib yotibdi, shuncha firma bo'lib yotibdi. Kunda firma olamiz yoki ochamiz yoki xizmat ko'rsatamiz. Men aytmoqchi bo'lganim, xohlamasa ham agar to'g'ri joyga tushib qolsa, to'g'ri muhitga tushib qolsa, ular baribir tortib ketib qoladi. Bundoq qaraydi-da, ularni yaxshi ko'rayotganini, ularni ishlayotganini, kollektivni ko'rib, u ham o'sha etapga o'tib ketadi. Tabiiy hol buni negizida bir so'mingiz 2 so'm bo'ladi, va naryoqdan ish chiqdi, chaqa pul, u yoqdan pul tushdi. O'sha kasbingizga mehringiz oshaveradi, izlanishdan bo'lasiz, tajribaga ega bo'lasiz. O'sha bosqichma-bosqich baribir hammasi dabdurustdan bir zo'r, katta, главный buxgalter bo'lib qolmaydi-yu. Bo'lib qolmaydi, to'g'ri, etap bilan. Shuning uchun lekin zo'r narsa ekan. Qizlar, hozirdan boshlanglar, biznes womanga murojaat qilinglar. Va onlayn orqali, bu ham onlayn orqali. Bemalol o'tirib, uyda qahva ichib, qorningiz ochib qolsa, shirinlik bilan ozgina perekuska qilib, yana ilmga ega bo'lasiz. Qanaqa shuncha spikerlar o'tishyapti, juda ham ko'p spikerlar, oson. Har bir inson, masalan, men ham 15 yilda olgan tajribamni qisqa, lo'nda, oson qilib tushuntirdim. Hamma ekspertlar xuddi shunaqa. Katta ekspertlar bor-da, hozir biznes woman'da. Bular hammasi tajribasini o'rgatishyapti. Bu tayyor keysda, masalan, boshqa joyga borsangiz, buxgalteriyaga borasiz, uzumga borasiz, yana masalan SMMga borasiz, alohida borishingiz kerak. Bu loyihada hammasi shu yerda-da. Yana bu loyiha chin yurakdan aytaman, juda ham saxiy loyiha ekan. Mablag'ini qiziqib shu operator bolamizdan so'radim, qancha to'lashadi desam, 96 ming ekan. Juda ham arzon. Arzimaydigan pulda. Abid qilsangiz ham undan ko'proq bo'ladi. Puli ham emasda. Demak, bir oyda 12 ta dars. Qancha bilim. Jonli darslar, uchrashuv. Bu juda ham zo'r imkoniyat. Masalan, men hozir shunaqa o'qishlarga boraman. Oldingi yili o'qishga sarflagan pulimni hisoblasam 2-3 ta mashina berar ekan bu pullarga-da. Misol uchun aytmoqchi bo'lganim, hozir kurslar juda ham qimmat. Mana bitta joyga borib o'qiyman desangiz, kurslar juda ham qimmat. Bu yerda qancha odamning mehnati bor bu loyihada-da. Inson qachonki, mana ko'p aytishadi, nima qilding, shu etapga kelding, faqat o'qidim. Ya'ni faqat buxgalteriyani o'zi bilan cheklanib qolmadim. Men buxgalterman deb faqat buxgalteriyani qilib o'tirmadim. Shaxsiy rivojlanishga bordim. Nutq bo'yicha darslar oldim, kitob sotib olib o'qidim, savdo bo'yicha, HR bo'yicha, boshqaruv bo'yicha o'qidim. Qancha bilim olyapman haligacha. Mashallah. Ya'ni nima uchun bu etapga kelyapmiz? Faqat ilm orqali. Ilmi bor inson, ayniqsa mana hozir raqobat kuchayib ketyapti. Ilmi bor insonlar baribir tirik qoladi bu yog'iga. Hech qachon qoqilmaydi. Ha, qoqilmaydi. Fundamenting bor. Shunaqa. Masalan, kimdirlar endi har xil tadbirkorlar bilan ishlayman, katta, kichik, ular telefon qilishganda shunaqa qilsam, "Sevara, bilasizmi, buxgalter emassiz-da, shunaqa zo'r maslahatlar berasiz" deyshadi. Qayerdan o'rganasiz deydi. Men ham o'rganaman borib. Men ham o'rganmasam, u narsalarni men ham boshqalarga yetkazib bera olmayman. Sevaraxon, yoshi katta ayollar ham murojaat qilganlar bormi? Bor. 65 yoshli ayollarni ham o'qitdik. Noldan. Noldan.
uyda Va bormi o'tirishgan. natijalar? Bor. Mana hozir bitta jo'ra Qoyilman, ona bola. Keliningiz bor. Qozoningizda ovqatingiz qaynayapti. Dastyoringiz bor. Voy, boshlanglar o'zinglarni pulinglar bo'ladi. Ana mazza, mana mazza. Buxgalter bo'lsanglar ham 4-5 ta joylardan olib, ana keyin kruizlarga, laynerlarda, deylik, chet el safarlarga. Yo, biz ayollarimiz hozir hech ham qolishmayapti. Mazza o'zligini puli bo'ladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan ana kuni rekordimiz yangilandi. Ular erkak kishilar Jo'raqul aka ekan, ismlari 68 yoshda kelib o'rganyapti. Noldan. 68 yoshda. Meni olasizlarmi? Matematikani daxli yo'q ekan. Hech ham xafa bo'lmanglar. Mabodo matematikadan zo'r bo'lmagan bo'lsangiz, o'sha x y-larni hech tushunmasdim. Lekin bu yerda hozir boshqa yo'nalishda, boshqa texnologiya, zamon zayli bilan hamma narsa boshqacha olib kiritirilgan. Tем более sizni hamma taniydi. Bitta reklama qilasiz, men buxgalter bo'ldim deysiz. Shogirdlaringiz ko'payadi. Chetda 5 ta nol, o'rniga 7 ta nol yozib yuborsam, ana baloga qolaman. Lekin o'rgansa bo'ladi. Hozir yosh kattalardan tashqari 14 yoshli ishchilarim ham bor o'zimda. 11-sinf, 10-sinf. 13 yoshda, 14 yoshda ham o'rganishyapti. Ya'ni shunaqa yoshlar ko'payyaptiki, juda ham xursand bo'lib qoldim o'sha kuni. Dushanbadan jumaga darsda ekan, ertadan kechgacha shanba yakshanba kelib o'rganaman deyapti. Bola o'zi qiziqyapti. Mashalloh. 13-14 yoshli bola o'zi buxgalteriyani o'rganmoqchi. Juda ham xursand bo'lasiz-da. Nima demoqchiman? Buxgalteriyani o'rgani faqat buxgalter bo'lmasligi mumkin. Direktor bo'ladi u, rahbar bo'ladi, qaysidir proyektni boshqaradi, o'shanda baribir uni hech kim aldolmaydi. U qo'rqmaydi. Davlatdan ham qo'rqmaydi, налогdan ham qo'rqmaydi, boshqa biron bir insonlardan ham qo'rqmaydi. Ya'ni hisob kitobni biladi. Men aytaman-da, masalan, hozir finans bo'yicha ham ishlayapmiz. Finansistlar juda ham kerak kompaniyaga-da. Finans ham buxgalteriyaning ustiga qurilyapti. Biznes ham baribir buxgalteriyaning ustiga quriladi. Biznes egasi baribir buxgalteriya bilan hamnafas yuradi. Hisob kitobi to'g'ri bo'lmasa, to'g'ri bo'lmaydi uni ham. Men sizga havas qilaman. Ham 5 farzandni onasi, qaynona, qaynotalarim bor. Alhamdulillah, umrlari uzoq bo'lsin. Turmush o'rtog'ingiz kasbdoshmi? Turmush o'rtog'im finansistlar. Barang kasbdoshmiz. Bir-birimizdan yaxshi tushunamiz. Ular menga yordam beradilar. Men har doim aytaman, mana shu etapga kelishimga turmush o'rtog'im sababchi. Mana qarang, 15 yil ichida boshingizda ne kunlarni o'tkazmagansiz, xursandchilik kunlar ham bo'lgan, sinovli vaziyatlar ham tushgan, balki o'sha hisob kitobda qanaqadir katta xatolarga ham qo'l urgandirsiz. Shunaqa vaziyatlar bo'lganmi? Yo'q, bo'ldi Sevara, yop bu kasbingni, to'xtat. Men bu ishni boshqa davom ettirmayman degan vaziyatlarga tushganmisiz? Yo'q. Men bunaqa narsani yaxshi ko'raman. Chekinish yomon ko'raman. Ya'ni har doim qiyinchilik bo'ladi. Hozir ham tabiatimda qaysidir ma'noda tushkunlikka tushib borayotgan paytim bo'lsa, keyin aytaman, demak, bu yerda yaxshi narsa boshlanadi. Endi menga nimadir yaxshi, xayrli narsa kelyapti deyman. Demak, tushkunlikka tushayotgan paytingizda shu narsani kutasiz. O'zim o'zi kutamanki, o'zi ertaga o'zi yaxshi bo'ladi. Demak, biron bir yaxshi narsa kelyaptiki, menda shunaqa qiyinchilik yoki qaysidir ma'noda tushunmovchilik holatlar bo'lyapti deyman. Zo'r, bunaqasini eshitmaganman. Ko'pincha odamlar bo'ldi, meni hayot shu jarga olib borib qo'ydi, qulavonman deyish vaziyati bularda albatta buyuk Parvardigorimdan o'sha xayrli damlarni kutib qolayotgansiz. Men yaxshi ko'raman, masalan, qiyinchilik insonni o'stiradi deyman. Masalan, qiynalib darsga borishingiz mumkin, lekin oson ishlaysiz. Biron narsaga qiynalib erishishingiz mumkin, lekin uni qadrlab yashaysiz. Tanqidga qanaqa qaraysiz? Tanqidga har doim yaxshi qarayman, chunki o'sha tanqid meni o'stiradi. Bo'lajak bizni mevamiz. Men chetdan yoki shogirdlarimdan yoki yon atrofimda kim bilan birga bo'lmasa aytaman, to'g'risini ayt. Menga to'g'risini aytsa, men xursand bo'laman. O'sha inson men uchun dushman. Do'st deganim, dushman emas, do'st bo'ladi. Ya'ni to'g'risini aytgan inson sizga har doim yaxshi bo'lishini xohlaydi. Albatta. Va hozirgi shogirdlaringizga bizni suhbatimizni deylik shu 40 daqiqa mobaynida telefonni qo'lidan tushirmasdan, boshqa YouTube kanallarga o'tmasdan, bizni suhbatimizni boshidan oxirigacha kuzatib kelayotgan, eshitib
turgan deylik bo'lajak sizni kasb tanlamoqchi bo'lgan qizlarimizga nima maslahat berasiz? Nima bo'lsa ham chekinish kerak emas. Masalan, hozir menda ham qiyinchiliklar bor. Masalan, mana hozir farzandlarim kasal va meni darslarim bor. Kechki 4 oy davomida xalqaro o'qishdamanda. Turmush o'rtog'im qarshi o'qishga borishimga yoki kompaniyada mana qiyinchilik anaqa yil yopamiz, ishimiz ko'p. Qanaqa ulgurasiz? Harakat qilaman. Harakat qilaman hamma narsani joy-joyida qo'yib qilishga. Nima bo'lishidan qat'iy nazar o'sha to'xtamaslik kerak. Qaysidir ma'nodan bitta siqilib keladi-yu, keyin shunday ochib yuborilganda qon shunaqa zo'r yuradi. Shunaqa zo'r o'tadi. O'sha siqib kelganda dodlab olish kerak emas-da. Bitta chidab o'tib olish kerak. Keyin nima aytmoqman, ilm olishligini, misol uchun mana onlayn darslar juda ham ko'p. Hozir bir vaqtda o'zida ham buxgalter bo'lib, ham uzumda, ham targetda ham ishlash mumkin. Bir vaqtda o'zida bir nechta proyektda ishlash mumkin. Va bemalol epla oladi. Bemalol eplasha oladi. Vaqtdan ajrata oladi. Ajrata oladi. Bemalol onlayn darslar bilmasa, o'sha ustozlarga mana gruppalarda, hozir mana biz dars o'tganlarda ham guruhlarda bemalol yozisha oladi. Biz savollarga javob beramiz. Yoki YouTube'ga kirib o'rganisha oladi, yoki o'sha ustozlarga borib murojaat qilisha oladi. Hozir juda ham zo'r zamon. Men buxgalteriyadan boshlaganimda YouTube bo'lmasdi, kimdan so'rashni bilmas edim. Qaniydi o'sha paytlar mana shu loyihalar bo'lganda edi, men tezroq rivojlanib ketardim. Hozirgidan 10 baravar oldinga o'tib ketgan bo'lardim. O'sha paytlar bo'lganda 100 karra mablag'ingiz yana ham ko'p bo'lishi mumkin edi. Mana endi bo'ldi bu loyihalar. Endi bo'lyapti, lekin xohlayman hamma foydalanishini, hamma shu sohada o'qishini, o'zi ustida ishlash. Faqat buxgalteriya emas, masalan, faqat uzum emas, shaxsiy rivojlanish bor. Misol uchun dunyo qarash bor, o'ziga bo'lgan mana notiqlik san'ati bor. Har bir narsani o'zini ilmi bor. Buni ilmini o'rganish kerak. Men nima tavsiya qilaman, faqatgina bitta narsada chegaralanib qolmasa, kimdir ajil kadr bo'lsa, faqat ajil kadrlikda qolib ketmasin. O'zini ustida rivojlantirsin, o'zini qobiliyatlarini ko'rsin. Har bir insonning ichida javohir bor. O'sha javohirni topgungacha harakat qilib ko'rish kerak. Zo'r gaplar. Ta'sirlandim. Va so'nggi savolim, bu endi nima desamki, chin yurakdan mana shuncha mehnat qilayotgan, mehnatkash, oilaparvar, ham uy bekasi, 5 farzandning onasi, hammani hordig'ini chiqazib, tinim bilmay, kimdir 8 soat uxlasa, balki bu ayol 5 soat uxlashi mumkin. O'zingiz uchun eng qimmatbaho narsa, sevara o'zi uchun nima ola oldi shu kunda? Oxirgisi mashina oldik. Mashallah. Katta mashina. Nimaga katta? 5 ta farzand. Qaynota ham sig'ib ketadigan qilib katta mashina oldik. O'zimga shu Li 9 olishni anchadan beri o'ylab yurgan edim. Depalmi nimadir degani chiqibdi, xuddi o'shanaqa, o'sha yaxshisi ekan, o'sha mashinani sovg'a qildik. Xayrli bo'lsin, Sevara. Keta uzilmasin. Rahmat. Men bugun siz bilan suhbat qilib, qalbim rohatlandi. Mazza qildim. Siz bilan xayrlashkim kelmayapti, lekin har bir narsaga vaqt hakam shundoq ekansizlarim. Keyingi bizni ilhomlantiruvchi qahramonlar bilan uchrashguncha xayr deb qolaman xolos. Sizga esa rahmat. Bilaman, biroz bugun farzandlarga shamollab qolgan ekan. Albatta onaizor xayoli o'sha yerda ismasi chiqdimi, yo'qmi, o'sha yerga chopasiz. Ularga yana dori vositasini berib, deylik o'sha ovqatini yedirtirib, yana o'qishga chopadi. Ana g'ayrat, ana kuch-quvvat, mana shu kuch-quvvat, g'ayrat hech qachon sizni tana a'zoyingizdan tark etmasin. Bu qarsiylar siz uchun. Sog' bo'ling, rahmat. Mazza qildim siz bilan gaplashib. Rahmat, rahmat jonim.